Hammaga salom do'stlar. Meni otim Kompot. Yangi videomga xush kelibsizlar. Qorningiz ochdimi? Sizlarni bilmadim-u, meni qanaqadir qornim ochib qoldi. O'shaning uchun hozir men dastavka buyurtmoqchiman. Birinchi bo'lib ovqatlanib, keyin ishimga chiqmoqchiman. Shirinlik zakaz qilaymi, yomon shirinligim kelib ketyapti, lekin juda ham qornim och. Shuning uchun pizza zakaz qilmayman yoki issiqni hot-dogmi yoki sho'rvami kim taqilatyapti? Kompot tezroq yur orqamdan, Kompot tezroq yur. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Menga tezroq ayt. Men tushunmayman urayotganini. Qishloqi. Jigaring qishloq o'tdi, orqamdan yur, tezroq yur, tezroq yur, Kompot. U namchi tez yuguryapti. Bu nima yaxshi yomon ish bo'lmaganmi ish qilib, yaxshi bo'lsin hammasi. Nima qishloqli yig'ilib olgan. Kompot, mana buni qaragin. Mana yiqilib tushdi, daraxt ustiga yiqilib tushdi. Mana jigaring qishloqni. Mana buni qutqar iltimos. Sen bilsang agar qutqarishni. Qutqaruvchilarni chaqirmadinglarmi sizlar? Qutqaruvchilarni chaqirdik biz, lekin ular shahardan kelayotgan ekan. Nima? Shahardan? Shahardan 2 soat keladi-yu hali. Qani ko'tarib ko'raychi buni. Davay iltimos, Kompot, meni qutqaringlar iltimos. Yomon nafasim qisilib qolyapti meni. Davay hozir yo'q, ko'tarish bo'lmaydi. Boshqa narsa o'ylab topish kerak. Kompot iltimos, nafasim qisilib qolyapti o'sha. 2 soatdan keyin qutqaruvchilar keladi. Nima qilsam bo'lar ekan? Nimadir o'ylab topish kerak hozir. Skladga kirib chiqing. Nimalar bor ekan bu yerda? Lopata bo'lmaydi bu narsa. Ana elektriskara, benzopila, hozir. Kompot, menga tegib ketmaydimi bu narsa? Xavotir olma, hozir senga tegib ketmaydi hozir. Chiroyli qilib olib tashlayman bu daraxtni. Davay. Chiq, ozgincha qoldi. Bo'ldi, hozir ko'taramiz. Ana, davay qishloqqa tezroq chiq, tezroq. Bo'ldi, chiqdim Kompot. Kompot, rahmat senga kattakon rahmat. O'zi qanaqa qilib bu daraxtga chiqib qoldi o'zi? Prosta daraxtga chiqyapti, yuzaga kelgan daraxt ustimga qulab tushdi. Daraxtga chiqyapman. Kompot, rahmat senga kattakon. Sen haqiqiy qutqaruvchisan endi. Qanaqa qutqaruvchi endi? Oddiy prosta qutqarib qoldim sizlarni. Bo'pti, qishloqlar. Kompot, lekin rahmat sen kattakon. Osingizdan qutqaruvchi ekansan. Rahmat sen kattakon. Ozgincha qolgan nafasim juda ham qisilib qolyapti. Xo'p, yozib qo'yamiz bu yoqqa. Daraxtlarga chiqmanglar. Ana bo'ldi, qo'yildi. Kompot, daraxtlar tekshirib chiqdingmi qaysi bir yomonligini? Ha, tekshirib chiqdim. Xo'p, ana daraxt, keyin ana daraxt olib tashlashinglar kerak. Nima tushib ketar ekan bular? Ha, tushib ketishi mumkin, juda ham xavfli, shuning uchun olib tashlaylik daraxt, maslahat beraman. Kompot, senga rahmat kattakon. Bugun senga ish bermoqchiman, ish. Qanaqa ish? Fermer esimdan chiqibdi, fermerlik. Hozir men kelmoq ishimni qilib kelay. Yo'q, Kompot, bu yoqqa senga boshqa ish topdim men. Ishlab turasanmi? Xo'p, qanaqa ish ekan fermer bo'lmasa? Qutqaruvchi ishi, qutqaruvchi bo'lib berasanmi sen bugungi qishloqimizga? Bugun sen juda ham yaxshi ish qilib berding, qishloqni qutqarding, daraxtlarni tekshirib chiqding. Haqiqiy qutqaruvchi bo'lib berding. Shuning uchun qutqaruvchi bo'lishga rozimisan sen? Qutqaruvchi deysanmi? Ha, qutqaruvchi, chunki qishloqlarga yordam kerak bo'lib qoladi. Mana shu qutqaruvchilik soat, 3 soatdan keyin kelishi mumkin. Shuning uchun seni qutqaruvchi qilib qo'ymoqchiman bu qishloqqa. Mayli, davaychi. Ana senga narsalar berib qo'ydim, Kompot. Ana meni kostyumimni baho berib qo'yinglar do'stlar. Endi men qutqaruvchi bo'lishga rozi bo'ldim. Marta qutqaruvchi bo'ldim, ana qutqaruvchi bo'ldim. Hamma narsalarim bor meni. Senga ana inventariy ko'rdim, mamnunmi? Lekin popkam juda ham og'ir ekan, va shu og'ir. Og'ir bo'ladi, Kompot, popka esa hamma narsa bor-ku. Rostdan vashi popkam og'ir ekan. Senga qishloqlarga nomerni berib qo'ydim, qishloqlarga sen nomerni berib qo'ydim. Agar yordam kerak bo'lsa, senga telefon qilishadi. Keyin aptechka ham bor, birinchi yordamga. Mamta projektoram bo'ldi, nomer berib qo'ygan. O'sha qishloqlar telefon qilib turadi, yordam kerak bo'lganda. Bo'ldi, bugundan men ishni boshlayman. Hozir menga hech qanaqa
qo'ng'iroq tushmaydi. O'shaning uchun hozir birpas dam olsam bo'ladi ovqatlanib, chunki juda ham qornim ochib ketdi. Bo'pti, mardavaychi. Tak, do'stlar, lekin qutqaruvchi bo'lish juda ham qiyin ekan. Popga juda ham og'ir. Haqiqiy hayotda popga undan ham og'ir bo'ladi. Minecraftda menga og'ir, u hayotda undan ham og'ir bo'ladi. Shuning uchun men hozir uyga borib, mazza qilib, telefon qilishyapti. Kapot, yordam ber menga, kapot. Nima bo'ldi? Men o'rmonda. Nima o'rmonda? O'rmonda men chuqurga tushib ketdim. Yordam ber menga. Nima, menga siyohangli qishloqidan vazifa tushdi. Hozir o'rmon, koordinatli keldi, joyi keldi, qayerda joylashganini. Bo'ldi, ko'rdim. Hozir yugurib boraman. Siyohangli qishloqi chuqurga tushib ketibdi o'rmonda. O'shaning uchun hozir men qutqarishga ketyapman. Davay, qayerda-kina? Qayerga yuramiz? O'ngga, chapga. U yoqqa yuramiz, bu yoqqa emas. Qayerda edi? Ana o'sha yerda edi. Davay ketdik. Mana masjidlarda bo'lish kerak o'sha chuqur. Ana topdim. Stop. Bilaman, siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Kapot, mashotdan yordam ber, iltimos. Bo'ldi, yordam beraman hozir. Qanaqa tushib ketgan bu? Prosta o'rmonda aylanib tushib ketdim keyin. Bo'ldi, hozir yordam beraman senga. Bunaqa narsalar qo'yib chiqishim kerak birinchi bo'lib. Hech kim bu yoqqa endi tushib ketmasligi uchun bu chuqurga konuslar qo'yib chiqaman bunaqa. Hamma yoqqa bunaqa narsalar qo'yib chiqaman. Joy chegarasini bu yoqqa yamaga chuqurga hech kim tushib ketmasligi uchun davaychi. Keyin seni qutqaraman. Nima bilan qutqarsam bo'lar ekan seni? Xo'p, arqon bilan qutqarsammikin? Men seni ko'tara olmayman. O'shaning uchun men hozir nimadir qo'yib chiqishim kerak. Arqonga nimadir ushlaydigan narsa. Daraxt olamiz. Qo'yib qo'yamiz shu narsani. Mana shu yoqqa qo'yib qo'yamiz. Sal balandroq qilamiz. Mana shu yoqqa qo'yib qo'ysam bo'ladi. Arqonni ulaymiz. Ketdim. Hozir qishloqqa seni qutqaraman. Yaxshimisan o'zi? Yaxshi, men kapot suvga tushib ketdim, yaxshi yerga emas. Davay, seni qutqaraman hozir. Mana shu arqonga chiqib olasan tezdagina. Hozir men salpa. Ana bo'ldi, davay chiq. Men ham chiqib olaman tezroq. Ana bo'ldi, chiqdingmi? Kapot, chiqdim. Rahmat senga, katta rahmat. Qanaqa yordam, nima bering senga, qancha pul kerak? Menga pul kerak emas, bu meni ishim, qishloqqa. Bo'ldi. Bo'ldi, bu meni ishim endi. Rahmat senga, lekin kapot, sen bo'lgan nima bo'lardi men bilan? Davay bo'lmasa arqonni olamiz. Bu meni ishim qishloqqa. Ana bo'ldi. Birinchi vazifamizni ham bajardik. Hammasi yaxshi bo'ldi. Endi dam olsam bo'lar, balkim sal keyinroq tushsa ham bo'lardi. Vazifalar hozir emas. Ko'zga qarab yurish kerak. Chuqurga tushib ketganini qaranglar. Birinchi men narsalarni olaman, keyin men quruvchilarga telefon qilib, men bu yoqqa mana shu qurmadir. Telefon qilishyapti. Kapot, yordam ber menga. Sen ham chuqurga tushib ketdingmi? Yo'q, qanaqa chuqur? Shaxtada. Nima bo'ldi shaxtada? Shaxta senga qulab tushdi. Qaysi shaxtadasan? Hozir boraman. Qaysi shaxtadasan? O'zimizni shaxtadaman. Ana qishloqda shaxtamiz bor, o'zimizning shaxtamiz. Iltimos yordam ber. Burnimga toshib ketdi meni. Burningga toshib ketdi. Hozir yuguryapman. O'zimizni qishlog'imiz shaxtada ekan. Qanaqa qilib o'zi? Ustimga qulab tushdi shaxtada edim. Bo'ldi, hozir boraman. Mana topdim, menda fonarik yo'qmikina, fakelmi yo'qmikina? Yo'q, shakil menda zato. Yo'q, menda hech nima yo'q. To'xtanglar. Menda projektor bor. Projektor qo'ysam bo'ladi men bu yoqqa. Bu ham fonarikni hozir qo'yaman mana shu yoqqa. Yaxshimki menda mana shu ana kapot, bo'ldi, hozir qutqaraman. Sen kirka bilan buni qilmadingmi? Yo'q, sen mana bunisini kirka bilan qo'yqdir. Boshqa bo'lishlik ekan bu. Bo'lishlik boshqacha, rostdan ham boshqacha o'xshar ekan. Qani qilib ko'ramiz.
Cho'ta o'xshamayapti. Negadir o'xshamayapti. Kapot, iltimos. Bo'lmasam dinamit bizga ruxsat berilgan. Dinamitga hozir dinamit olib keluvchiman. Yaxshangi dinamit ruxsat berilgan qutqaruvchilarga. Qishloqqa devordan orqaga o't. Hozir. Bo'ldi, orqaga o'tdim. Yana orqasiga devor o'tdim. Davay, sindir uni endi. Bo'ldi, hozir dinamit qo'yamiz. Pam bo'ldi. Qochamiz endi. Dinamit hozir portlatadi hammasini. Bo'ldi, kapot, o'xshadi kapot. Yaxshimisan qishloqqa ishim bo'lmadim. Burning anaqa tushib ketding. Hozir birinchi yordam ko'rsaman. Burning narsalar bilan surib ko'raman. Bo'ldi, hozir doktorga boraman kelganman. Rahmat senga kattakon kapot. Bo'ldi, mani ishim bu. Ketdi bo'lmasam tezroq sal ehtiyotroq bo'lgin endi shaxtada. Ehtiyot bo'laman endi. Ana bo'lmasam qishloqni topshirib keldik doktorga. Mazza qilib dam olsam bo'ladimi endi, iltimos. Mana og'ir narsalarni ustidan yechaman endi. Qutqaruvchilarga respekt bermoqchiman endi haqiqiy hayotda. Bo'lmasam men skladga ketdim. O'sha yerda ovqat bo'lishi kerak. O'sha yerda ovqatni ozgincha yeb kelaman. Ertalabdan beri men ovqat yeganim yo'q. O'sha skladda nima bo'pti bu yerda? Kapot, yaxshilab kelsan kelding. Bir qamalib qoldim ham eshikda. Eshikda qamalib qoldi. Kapot, men qamalib qoldim. Iltimos, meni qutqarib yubor. Eshik qanaqadir etuvni o'zi eshikni alishtirish kerak edi. Eshik qulflab qoldi. Buzilib qoldi eshik. Bo'ldi, qutqaruvchiga oddiy narsa hozir qutqarib yuboraman bemalol. Hozir men atmishkalarim bor edi. O'shandan seni qutqaraman. Qanaqa qilib o'zi rostdan ham eshikni alishtirish kerak edi bu yerda. Keyin bemalol ovqat yeb olaman. Davay atmishkadan ochamiz mana mashinada. Buni qilamiz. Bo'lmayapti negadir. Ana bo'ldi, ikkinchisi ham bo'ldi. Tushib ketdi. Bilish kerak qaysini qilish kerakligini. Bo'lmasam tushib ketadi. Eslab qolish kerak. Lekin meni ana tushib ketdi yana. Qaysi birini qilib qo'ysam kerak. Birinchi bo'lib bu edi, keyin bu qaysi birini qilsam keyin 4 ta qolib ketdi. Bu emas. Bu ana bo'ldi, endi 3 ta qoldi. Eslab qolishim yomon-da. Kapot bossami? Bo'laman hozir mer. Qaysi birini 3 tani? Ana 2 ta qoldi. Davay, oxirgi atmichkam qoldi men, iltimos. Ana bo'ldi, ochildi. Bo'ldi, ochildi mer. Davay. Kapot, rahmat senga kattakon. Rahmat kapot. Sen vazifangni 100% ga bajarding. Bo'ldi. Hozir men eshik qulflab qolmasmikin? Mayli, men skladda ovqat olaman deb eshikni o'zim yopib qo'ydim yana. Qulflab qolmasa bo'ldi. Do'stlar, mana men bugun bir kun qutqaruvchi bo'lib ishlab ko'rdim. Bu juda ham yaxshi. Like bosish, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Hammaga xayr do'stlar. Sog' bo'linglar, komment yozib qo'yinglar.